Lasettilardan boshladik aka-ukalar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkita detalda bir qarishdan petnosi bor deb aytib o'tyapti. Qolgan joylari top-toza. Bir qarishdan ikkita petnosi bor dedingizmi? Qolgan joy toza. 1.6 motor, avtomat korobkasidan, avtomat izlagan akalarimizga 188 ming kilometr yurib o'tibdi. Avtomobilimiz juda ham chiroyli holatda qilib qo'yilgan ekan. Rollari, monitorlari, barlari qo'yib qo'yilgan. Ikki qo'l ko'riklari ham bor. Yuklari ishlab turibdi. Pulini necha pul deyapsiz? Manajerga va pulni necha pul deyapsiz? Aka-ukalar $6800 baho aytilyapti ekan. Telefon raqamlarini qoldiraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, 1, 2, 3 ta mashina mashakamizdan ekan. Oxirida telefon raqam aytamiz. 2013 1.6 avtomat. 1.6 avtomat 2013 kraskasi. Kraskasi 3 ta petnosi bor, bir safar. Qolgan joylari toza. Mana aka-ukalar, motorlari toza pokiza qilib qo'yilgan ekan. Aytib o'tilgandek, avtomat korobka lyuki boridan, lyuklar ishlab turibdi. Rollar almashtirib qo'yilgan. Chexol ko'riklari bor, minishga tayyor. Gazimiz yetadimi? Yetadi. Puli necha pul? 7300 dan o'tib beramiz. $7300 kami bor. Keyingisi-chi? 2009. 2009 234 ming yurgan aka. Ikkita eshikli betida petnosi bor aka. 234 ming yurgan avtomat 1.8 ga. 1.8 avtomatidan. Kamyobidan 1.8 avtomat kam uchraydi. Salon holatdan ko'rinishlari. Probegini qancha dedingiz? 234 ming probeg deb aytdi. Avtomobilimiz orqa tomondan ko'rinishlari. Bahosi qancha bahosi? Uni 5800 dan o'tib beramiz. $5800 kam bor deb aytib o'tilyapti. Endi aka uchalasiga bitta telefon raqam aytaylik. 90 140 04 90. 90lik bilan 140 04 90 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka-ukalar. Lasetti izlab yurgan aka-ukalarga videoni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Navbatdagi Lasetti avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta detalda bir g'arch petnosi bor deb aytyapti. Qolgan joylari top-toza. Xo'p, 1.6 motor avtomatidan, lyuki boridan izlagan aka-ukalarimizga. Bitta salonni ko'rsatib qo'yaman aka, bezatorni o'tiraylik. Xo'p, aytib o'tgandek, avtomat 1.6 motor, metan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Bahosi necha pul aka? Bahosi necha pul deyapsiz? $6800 kami bor deb aytib o'tilyapti. Tiniq holatda turibdi ekan mana. Texnik holatlarda ishi yo'q. Yo'q. Motorda hech qanaqa rasxod yo'q aka. Tushunarli. Motor ходовой korobka chexol tayyor holat. Telefon raqami aytaylik. 93lik bilan 444 444 40 94 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi avtomobil Lasetti avtomobilimiz. Bitta mana shu detal radnoga almashgan, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. Pozitsiyamiz birinchi pozitsiya, to'rtta diska ballonlar qo'yib qo'ygan ekan. 1.8 motormi aka? 1.8 motor, rollar almashtirib qo'yilgan, chexol yo'q, kovriklari bor ekan. Gazimiz metani? Narxi necha pul deyapsiz? $5000 dan o'tib beriladi ekan. Sapachogi ham tozami aka? Telefon raqami aytib qo'yaylik-da. Telefon raqam 97lik bilan 961 21 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka-ukalar. Har qanday dokument bitadi deb aytib o'tyapti akamiz. Motor holatidan ko'rinishlari Tiniq. ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Navbatdagi Lasetti avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 30% deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimiz proponda harakatlanib turibdi ekan, 30% kraskasi bor. 100 qancha yurgan? 138 ming kilometr yurib o'tibdi. Salon holatdan ko'rinishlari. 1.8 motor Lasetti avtomobilimiz, mexanika. Puli necha pul? $5700 kam bor. Telefon raqami aytaylik. 93lik bilan 289 88 77 ga aloqaga chiqasizlar, faqat real xaridorlar uchun. Hamma hujjatlari bitar ekan. Generalniy degan generalniy, nomiga o'tkazaman deganga nomiga ham o'tkazib beraman.
2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2020 nechi kuzov bosilgan? 25. 25 kuzov bosilgan ekan, 50% kraskasi bor deyapti. 1.8 motor, Lacetti Gentra qilib qo'yilgan. Mana shunaqasidan ham oling deganlar bor edi. Salon holatdan ko'rinishlari, monitorlar qo'yib qo'yilgan, chexol ko'riklari bor. Qancha yurdi aka bu? 346 ming kilometr yurib o'tibdi. Metan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Bahosi necha pul ekan? 6800 deyapmiz. Kod beramiz. 6800 dollardan o'tib beriladi. Xo'p. Telefon raqami ayting. 93lik. 93lik bilan 781 781 0010. 0010 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'lsa. Navbatdagi Lacetti Gentra qilingan avtomobilimiz 2013 o'z aslida yili 2025 kuzov bosilgan, 1.6 motor bilan jihozlangan. Bakovoylargacha almashtirib qo'yilgan ekan. Pozitsiyamiz 3 lyuki bor edi. Avtomat korobka, monitorlari, rollari qo'yib qo'yilgan ekan. O'zingizlar ko'rib bir qator baho berib qo'yasizlar. Chexollar yo'q ekan, ko'riklari bor ekan. Yurgani qancha bo'ldi aka? 280 ming kilometr yurib o'tibdi. Kraskasi nima deymiz? Kraskasi bitta Kirillov kraska 15%. 15% kraska deb aytamiz. O'zingizlar albatta ko'rsatib tekshirib olasizlar. Albatta kuzov bosilgan ekan, shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Telefon raqami aytamiz bo'lmasa 90lik bilan 211 88 87 aka-ukalar, variant bank sank faqat naqd pulga ekan, naqd sanaganga, real xaridorlar uchun ekan, bekordan bekorga bezovta qilish yo'q ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 7900 dollar baho aytayapti akamiz. Bozor, albatta telefon qilib, talashib, tortishib olishinglar mumkin. Aylanasiga ko'rsatdim. Kuzov bosilgan ekan 2025. Ya'ni endi hisoblab olasizlar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Bitta detalli kraskasi bor, qolgan joyi toza. Yurgani qancha dedingiz? 310 ming kilometr yurib o'tgan deyapti akamiz. Rollar almashtirib qo'yilgan, chexol ko'riklari tashab qo'yilgan ekan. Gazimiz metanmi? O'rta holatda gaz balonlari bor ekan. Motor holatini ko'rsatib beraman. 1.8 motor holatda ko'rinishlari. Bitta orqa eshikda kraskasi bor, qolgan joylari top-toza. Pulini necha deyapsiz? Pul aka 6200 deyapman aka. 6200 dollar kam bor. Bozor so'radimi? Yo'q aka, bozori bo'lmadi. Telefon raqami aytaylik. 93lik bilan 478 478 0550. 0550 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Kengizchi? 2010 2010 uchta petnosi bor, 192 ming yurgan, gazi bor, benzin metan. puli anaqasichi? Puli aka 6000 dan o'tib beraman. 6000 dollar kam bor. Beraman. Xo'p, telefon raqami aytib beramiz. 93lik bilan 478 478 0550. 0550 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Genam chiqaveradi, xolasizlar, nominglarga ham o'tkazib berilaveradi. Salon holatdan ko'rinishlari. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Lacetti'larda davom etamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan 680 ming yuribdi. Pozitsiyasi 2 ekan, 30% kraskasi bor, benzin metan. Narxini siraz aytib qo'yaman, 4500 dollar, 87 lik bilan 002 Salon holatdan ko'rinishlari, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan, chexol ko'riklari bor. Balonlari o'rta holatda ekan. Hozircha balonni g'amini yemasangiz ham bo'laver ekan. Akalar, bitta kalpak qo'ysanglar, mashina zo'r bo'lib ochilib qoladi. Yana bir qator telefon raqamini qaytarib qo'yaman. 87 lik bilan 002 01 51 raqamlariga telefon qilasizlar.